Assalomu alaykum. Baliq chakalar mana yana baliq ketyapmiz. Xudoning soatlarimiz 2 bo'lyapti. Mana bundan bitta qarmog'im, so'mkam. Baliq chakalar sizlarga bir narsani tavsiya qilib qolaman. Bunaqa narsa yasab olsanglar zo'r bo'ladi. Yozgi kunda zo'r. Ko'rib olinglar akalar. Konteyner ichida muz bor. Baklashkada muzlatilgan. Shu plastmassa konteyner. Anaqa yaltiravni yopishtirib olganmiz qo'shlar. O'zinglar yaxshi bo'ladi. Ishlayapman. Doğrusu şu videolarını tashlaymiz. Tomoshada davom etinglar. Hurmatli baliqchilar, mana bugun yana dam olib keldik baliq ovlarga. Mana o'zimni tochkamga yetib keldim. Bitta mana endi yoriq tushyapti. Xudo xolasa natija bo'lsa tashlaymiz. O'tgan safargina ikkinchi seriyasini ushlagim bor. Davoni ushlaymiz. Lekin akalar suv tushib ketibdi. Akalar mana tozan ushladim. Kuzatishda davom etinglar. Akalar mana 1 kilo atrofi ekan, juda katta emas ekan. Mana bir 700-800 chiqadi shekilli. Muazzam voyjonindan. Mana akalar, mana mashinasi kayb mana. Kuzatishda davom etinglar akalar. Yangiliklar qo'yib boramiz. Imminlar sizlar uchun video syomkalar qilyapmiz. Podpiska, like ayamanglar. Suv pasayib ketdi. Pasayib ketdi. Shuncha olmayapti yaxshi. Natijalarimiz baliqchi akalar. Bor bir 3 kilocha ushladik. Ha bo'ladi, yegani yetadi. Ko'rdingmi, ko'p ish chiqdi. Nasibullo. Katta sazan keldi chamon. Hozir ushlaysan. O ket yetyapti. Nima tort? Yapılaktı o. Yo'q, Yapılak stilida o. So'zi ham mashina tortyapti. Hozir mana o'shayimizda akalar. Podpiska tashab qo'yinglar, ko'ra olmasdan. Like bosib turinglar. Qizilga ham tashlading? Sariq tushib. Qizilni tashay. Qizilni endi rosa baqib ketdi. Hozir
top bo'lsin. O ana kel. Ket. Voy, chiqmadi. Yo'q bana. Maydalariga. Sazan Hozir mayda bo'lib turib, vaqqa tusholadi. Sariqqa tashlab zo'r bo'lyapti. Ha, o'zing bilasan. Baliqchi akalarmi, balig'imiz yakuniga yetyapti. Asha bir 3 kilocha ushlayapmiz. Endi shuni hozir tozalab olsak, keyin qovurtirib yeb ketamiz.